Mana olmani zo'r yeyapti-da bu. Olmani yaxshi ko'radi. Tomosha qilinglar. Bu olma buni shunday yaxshi ko'radi, olmani yaxshi ko'rmaydi. Bu narsa yeb o'tirganini ko'rsa, shuni asablar tinchlanadi. Yaxshi-da bu. Olmanga. Babchika, ma. Olmani yaxshi ko'radi shunday. Mana. Ha. Mana bu yoqqa. Quyonlarga olma bersangiz, arzonroq olma bo'lsa bersangiz, olmani yaxshi ko'rib yeydi-da bu. Ancha vitamin. Yozga men doim olma berardim. Yaxshi edi shunday. Ancha menga yemlarga foyda bo'lardi. Bir mahal olma berardim. Shundan daraxtdan mayda olma, o'zimizda pishgan olmalardan berardim mayda. O'shalarni ham yeydi bular. Bugun o'zini yemini ham olib keldik. Erta beraman, xudo xohlasa. O'zini ko'rimidan topib olib keldik. Endi bular o'zi boshqa yemga o'tadilar, xudo xohlasa. Keyin effektini ko'ramiz, qanaqa bo'ladi, xudo xohlasa.